Hayot bizdagi eng qimmatli narsadir. Biz abadiylikka erisha olmaymiz, ammo qarish jarayonini sekinlashtirish va iloji boricha yosh va sog'lom bo'lish bizning qo'limizda. Ammo Accumulate SA seriyasining yangi innovatsion mahsuloti Lifetime uchun bu mumkin. Nima uchun biz qariymiz? Bu telomerlar bilan bog'liq. Bu xromosomaning uchlarida joylashgan DNK bo'limlari bo'lib, hujayralar bo'linish jarayonida telomerlar qisqaradi va hujayralar endi bo'lina olmaydi va natijada qariydi. Innovatsion Lifetime drojelari tananing har bir hujayrasini muhim oziq moddalar bilan ta'minlaydi. Bu umumiy salomatlik va uzoq umr ko'rishga yordam beradi. Lifetime metabolizm va hujayra yangilanishini rag'batlantiradi va antioksidantlik ta'siriga ega. Erkin radikallarni zararsizlantiradi va tanani oksidlovchi stressdan himoya qiladi. Terining qarish jarayonini sekinlashtirishga yordam beradi. Bu kasallikdan keyin tezroq tiklanishga yordam beradi. Lifetime tarkibidagi komponentlar sizni biologik yoshingizdan qat'iy nazar yosh ko'rinishingizga yordam beradi. Mahsulot salomatlik va farovonlikni saqlashga yordam beradi. Men Lifetime bilan quvnoqman va oldimda ko'p baxtli yillar borligini bilaman. Lifetime sog'ligingiz va uzoq umr ko'rishingiz degani.